Bolalarda mana misol ust yukruk bor, bilasizmi? 4 kishi 5 kishidan. Qizlarda endi unaqa bormi-yo'qmi bilmayman. Lekin qizlarda paddeshga boshqacha. Qizlarda paddeshga boshqacha. Misol post qo'ysa qizlar birpasda kirishib, layklar bosib, kommentariyalarga krasotka, voy как milo bu narsalar. Bolalar post qo'ysin, birinchi hali iplos keladi. Birinchi hincha bayroq tashlaydi, 4 ta. Orqasidan hali 4 tani atmetcha qiladi qolgan 4 tani. Ona 4 ta kelib birinchisi yozadi. Bo'vam bunaqa post qo'yib, qurbaqa bilan yonma-yon qo'ysa, aka-ukaga o'xshaysan o'zi. Yana bittasi kelib, mingtalak bo'lsa telefonini olib beraman. O'ttashida. Mana misol u ustki yukrukdagi bog'larning ichida ikkitasi bo'ladi. Bir-biriga shunaqa bir jinni o'zimizda. bo'ladi haligilar. Odammi shular ham deysizlar. Hali shunaqa videolar tashlaydi u ikkitasi bir-biriga. Ana qizlar Instagramda unaqa videolar borligini bilmasa kerak deyman, nima? Ikkita qoravoy o'pishayotgan video tayyorgan bir-birini biz deb atmacha qilib qo'yadi. Buni ko'chada it o'tib ketsa, qara dadang ketyapti deydigan ashlar. Mana bu kommentiga biz deb atmetga o'tib ketinglar. Nima qilishmagan? Eng tarqalgan komment bu member. Member boshlaydi, Hind bayrog'i bilan boshlaydi. Eshitmadinglar-mi? Endi siz foyda. Bolalarda mana misol oxirigacha o'ziga.